qo'shnimda bor, menda yo'q. Demak, ayb menda. Lekin sizlar mana shu joyda aybni Allohga burib qo'yasizlarda, ayni bu Allohni suygan bandasi ekan, ishi rosa yurishyapti, omadi chopdi, buni o'zi ota-bobosi boy edi deb har xil bahona qilasizlarda, lekin hech qaysingiz anglamaysiz. Bu topgan pulni nimaga men topolmayman? Bu erishgan omadga nimaga men erisha olmayman? Men qayerim kam u insondan. O'zbekistonda qancha million pul bor. Kimdadir bor, lekin sizda yo'q. Mana shu joyda kallani ishlatish kerak. Alloh taolo berib qo'ygan. Misol uchun qancha yalinib so'raganingiz bilan ham mana shu joyini tushuningda. Qanchalik 80 yil yalinib so'raganingiz bilan ham shaxsan Allohning o'zi sizga olib kelib bera oladimi? Mana shu momentni kim tushundi hozir? Shaxsan o'sha yaratuvchini o'zi siz yuzga deb 80 yildan beri so'rayapsan, shunda jonimga tegib ketding. Ma deb olib kelib bergan odam topib bering deb bitta odam menga Xudo berdi, o'zi olib kelib berdi deydigan. Xudoning o'zi olib kelib bermaydi hech qachon. Bandasi orqali beradi. Mana shu sizni qo'shningiz ham agar million pul topayotgan bo'lsa, unga ham biz Xudo berdi deymiz. Yo'q, unga bandasi olib kelib beryapti. U kallasini ishlatyapti, unga bandasi olib kelib beryapti. Какой-то bir mahsulot chiqargan, o'sha mahsuloti zo'r chiqqan, narxini arzonroq qilgan, kачествосini kачественныйroq qilgan. Hozir bizning xalq ham ahmoq emas, oldingidek $1, $2 narsa kiymaymiz. Arzon narsa yemaymiz hozir biz ham. Anchagina rivojlandik. Masalan, kiyimlarni ham kачественныйni xohlaymiz, ovqatni ham kачественныйni xohlaymiz. Kafega kirganda ham bo'laveradi. Mana shu yiqilayotgan bir jinnicha tarakan yurgan bir kafega kirmaymiz. Baribir ana kafega boramiz yaxshiroq. Uni ovqati yaxshiroq, u atmosferasi yaxshi deymiz. Mana ko'rdinglarmi? Nima uchun? Demak, o'sha pul topayotgan odam u bandasini, sharoitini bandasiga yoqadigan narsalar chiqaryapti. Bandasiga xizmat qilyapti. Shuning uchun ham uni puli ko'p. Lekin sizlar o'ylaysizlarki, unga Alloh taolo uyib to'g'ib beryapti. Hech kimga hech qachon Allohim pryamoy kelib o'zi bermaydi. Bandasi orqali beradi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? O'sha bandalarga yoqadigan narsa chiqarishimiz kerak. Ular bizdan shu narsani sotib olish kerak.